Qadrli do'stlar, yaxshi yangilik. Bizning ko'pchilik fanatlarimiz, obunachilarimiz talablariga binoan yangi akkaunt Dr. Faxriddin fan klub akkaunti ochdik. Bu nima uchun ochildi? Ko'pchilik aytadi, Dr. Faxriddin, sizni mana shu storieslaringizni Instagramda juda ko'p kuzatamiz. Unda zo'r qiziqarli, ta'sirli videolar ko'p bo'ladi yoki bolalar tarbiyasi uchun, oilada bo'ladigan munosabatlar to'g'risida juda yaxshi maslahatlar berasiz. Shuni bizlar bir joyga saqlab olib qo'ya olmaymiz. Ertaga ko'ramiz desak, u uchib ketib qoladi. Shuni postga qo'ying deb ko'p iltimos qilishadi. Postga har doim qo'ya olmayman, sababi men buni Dr. Faxriddinman. Men rinoplastika to'g'risida fikrlarimni aytaman, patsientlarni rezultatlarini ko'rsataman. Albatta oilaviy reelslarni ham qo'yamiz. Lekin hammasini biz qo'ya olmaymiz. Shuning uchun ko'pchilik fanatlar birgalashib shunaqangi akkaunt ochishdi. Endi unda o'sha qiziqarli, o'zi hayotimizda bo'ladigan yoki bir chet ellarga aylanganlarimiz, umuman hayotda, ko'chada, oilada qayerda bo'lsa ham o'sha qiziqarli voqealarni qo'yib boramiz. O'ylaymanki, sizga ham qiziq bo'ladi. Tezlik bilan bunga podpisatsiya qiling, unda zo'r voqealar ko'rasiz. Kommentariyada yozinglar, yana ham qiziqarli qilamiz. Kuningiz xayrli o'tsin.